Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun shtukaturka apparati yordamida devorlarni suvok qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Video foydali bo'ladi degan umiddaman. Shtukaturka apparat shunaqa qilib devorga rastor sepadi. Shtukaturka sepib bo'lingandan keyin pravila yordamida tekislanadi. Tekislab bo'lgach, ozgina qotgandan keyin mayaklarni olib tashlaymiz. Va yana oxirgi marta pravila yordamida tekislaymiz. Suvog'imiz qanday chiqqanini videoning oxirida ko'rishingiz mumkin. Qo'limdagi 2,5 metrlik pravila suvok qilingan devor qanday tekisligini ko'rishingiz mumkin.